Tushda pul sanashning ta'birlari. Tushda pul sanash turli tush ta'birlari manbalarida turlicha talqin qilinadi. Tushda qog'oz pul sanash rizq, daromad yoki moliyaviy imkoniyatlarning ko'payishiga ishora qilishi mumkin. Tushda ko'p pul sanash katta mas'uliyat, hisob-kitob yoki muhim qarorlar oldida turganingizni anglatishi mumkin. Tushda tanga pul sanash mayda tashvishlar, kundalik muammolar yoki kichik foydalarni bildirishi mumkin. Tushda pulni adashib sanash ish yoki moliyaviy masalalarda ehtiyotkor bo'lish kerakligiga ishora sifatida talqin qilinadi. Tushda begona odamning pulini sanash boshqa birovning ishlari yoki manfaatlari bilan bog'liq vaziyatlarga duch kelishini anglatishi mumkin. Tushda o'zingizni pulingizni sanash mehnatingiz natijasini ko'rish, hisob-kitob qilish yoki kelajak rejalari bilan bog'liq deb qaraladi. Ba'zi ta'birchilarga ko'ra pul sanash ba'zan hisob-kitob, mas'uliyat va tashvishlar, ba'zan esa rizq va ne'matning ko'payishi ma'nolarini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.